Oxirigacha ko'ringlar-da. Tarmoqlarda kichik hajmli kemalardan suzish davomida xavfsizlik qoidalarini to'pol ravishda buzgan Hammasiga chidadim, bunisiga chidolmadim. Video qilmasam bo'lmaychi edi. Bu xizmat olib boruvchi akalar sizlar nima qilyapsizlar? Suvga, ko'kka, oyga, osmonga chiqsa itaramiz degan xizmatmi? Nima bu? Bir yashagani qo'yinglar o'zimiz holimizga. Ko'chaga tushunamiz endi. Mashina qanaqadir mana u yor bir qanaqadir jinniliklar qilsa, olib borib qamab qo'yasizlar, narsa qilasizlar. Endi suvga kimni tinchini buzadi? Suvga kimni tinchini buzadi? Qanday qilib? Qanday? Hozir mana shu yerga qoida buzgan aka kimni tinchini buzgan? Suv parisinimi, baliqdimi, akulanimi, toshbaqanimi? Kimni? Jigarlar, o'z fikrlaringizni kommentariyaga kutaman. Maksimal aktiv bo'linglar. Bozamizga yozinglar. Oxirigacha ko'ringlar-da. tarmoqlarda kichik hajmli kemalardan suzish davomida xavfsizlik qoidalarini to'pol ravishda buzgan Hammasiga chidadim, bunisiga chidolmadim. Video qilmasam bo'lmaychi edi. Bu xizmat olib boruvchi akalar sizlar nima qilyapsizlar? Suvga, ko'kka, oyga, osmonga chiqsa itaramiz degan xizmatmi? Nima bu? Bir yashagani qo'yinglar o'zimiz holimizga. Ko'chaga tushunamiz endi. Mashina qanaqadir mana u yor bir qanaqadir jinniliklar qilsa, olib borib qamab qo'yasizlar, narsa qilasizlar. Endi suvga kimni tinchini buzadi? Suvga kimni tinchini buzadi? Qanday qilib? Qanday? Hozir mana shu yerga qoida buzgan aka kimni tinchini buzgan? Suv parisinimi, baliqdimi, akulanimi, toshbaqanimi? Kimni? Jigarlar, o'z fikrlaringizni kommentariyaga kutaman. Maksimal aktiv bo'linglar. Bozamizga yozinglar.